Rasmiy ravishda Kylian Mbappe Barselonaga qarshi o'yinda o'ynamaydi. Siz esa hoziroq like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, so'nggi futbol yangiliklaridan albatta qolib ketmaysiz. Bugun rasmiy ravishda Ispaniya Superkubogi boshlanadi. Birinchi o'yin yana bir bor bugun Barselona Atletikga qarshi Toshkent vaqti bilan 23:59 da o'ynaydi. Ertaga esa Real Madrid Atletico Madridga qarshi bahs o'tkazadi. Va shu ikkita o'yinda g'alaba qozongan jamoalar finalga chiqib, bu yil birinchi sovrinni yutib olish uchun kurashadi. Katta ehtimol o'tgan yildagi biz El Clasico ko'ramiz. Ammo afsuski Realga yaqinda jarohat olgan Kylian Mbappe hatto finalgacha kelana olmasligi ma'lum bo'lganidan keyin Barsaning imkoniyatlari ancha ko'paydi. Lekin shunga qaramasdan chorak finallarni va finalni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Chunki u yerda shu o'yinlarni jonli efirda tekinga qayerda ko'rishni sizga aytib o'tamiz. Xo'sh, sizningcha finalda yana bir bor El Clasico bo'ladigan bo'lsa, kim g'alaba qozonadi?